Yo bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Minecraft'da settinglarni to'g'rilaymiz, ya'ni nosozliklarni to'g'rilaymiz. Hali bunaqa nuqtali qilish uchun pochga kirib turib, mana bu yashil turgan change control mode mana shuni bosamiz. Mana shunaqa narsalar chiqadi. Ustiga telefonlarga qarab qattiqroq bosasizlarmi, bunday bosasizlar, xullas o'tkazasizlar. O'zingizlar tanlaysizlar. Qo'lingizda mana qilib o'ynasanglar, mana shunaqa qo'yasizlar. Yo'q, bunday qilib o'ynasanglar. Shunaqa tanlaysizlar. Men o'ngga qo'yib turib, mana shunaqa tanlab olasizlar. Keyin bitta narsa F5 modda aytib o'taman. F5. Qani F5. Yo'q, anaqa F5 kirgandan keyin ekan. Bu kirib turib, pastga tushsanglar, manaqa uy profil degan narsa bor. Shuni pocket turadi ko'pincha odamlarda. Joylar manaqa joyda bo'lib qoladi. Mana yashil narsa turgan. Mana shunaqa joyda bo'lib qoladi. Ovqatinglar manaqa joyda bo'lib qoladi. Mana yo'qolib qoldi, yaxshi. Sizlar klassik qilsanglar, joylar pastga tushib qoladi. Hozir bitta world yaratib turib kiraydi. Bundan avval mana shu videoni olgandim, ovoz chiqmay qolibdi-yu. Boshqatdan olyapman endi. Tezroq kirsa. Mana kirdim. F5 mod buni ko'z turgani. Shunaqa qilsalar bo'ladi. Split controlda adashib ketdim. Qobiliyati buni bunday bossanglar, ekranni qaysi joyiga, uni nuqtani ustiga bossanglar ham qolaveradi, boshqa joyiga, hamma joyiga bossanglar qilaveradi. Mana yana paydo bo'lib qoldi. Qanday qila olaylik? Mast tursin. Mana narsa olib turib qo'ysanglar, ustiga bir marta bossanglar qo'yiladi. Yana yangi versiyalar bo'lsa, mana ekan, yangi unaqa versiyalarda F5 mod yo'q, bundan past versiyada. Men o'ynayotganda. Bu videoni boshiga qo'yinglar-da, anaqa, mana yashil turgan joyida, yashilda turgan joyida sal pastroqda versiya turgan. Yana, o'sha versiya turganida ko'rganlar qo'y, yo'qmi? Mana uni yuradigan o'rtasini bossanglar, shunaqa bo'ladi. Shularda yana aytgancha mana bu narsani ko'rsatib qo'yasizlar. Hammasini tashlab ustiga bir marta bosib qo'ysanglar, mana qiladi, uradi. Manaqa. Sizlar yangi versiyada bo'lsanglar, nuqtani bunday bitta blokka qarasanglar, sal oqarib qoladi. Menda chekasi mana kompyuterlarga o'xshab qorayib qoladi. Men qanday qilganimni bilmayman. Shuning uchun keyingi videolar qanday qilganimni bilsam, yana chiqaraman. Bo'pti bolalar, sizlar bilan men D6 bo'ldi. Keyingi videolarimgacha, xayr. Xullas bolalar, yana qachondir video chiqadi. Hali 1.21 versiyada sizlar yozamiz degan ham ovoz yozilmay qolibdi-da. Ovoz beraman desam, montaj qiladigan narsa yo'q. Kommentariya yozib olinglar, ovoz berish uchun yaxshiroq bitta ilovani montaj qilish uchun. Bo'pti bolalar.
Xayr, sizlarga kerakli bo'lgan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Narsa esimdan chiqib qolib xayrlashyapman. Haligi aytganim F5 mod. Mana show kamera perspektiva buton. Shuni yoqsanglar F5 mod yonadi. Pick block haligi. Mana split control. Shular anaqa edi. Shular kerakligida. Mana F5. Mana split. Mana u pick block. Yonoq turgan. Bo'ldi, shular qolib ketganida endi rostdan xayrlashaman. Xayr.